ham odamlar yashamayapti. Umuman yashamayapti. Qanaqadir go'ngida yashayapmiz. Odamlar umuman baxtli yo'q. Faqat soxta baxt, kredit, kerak emas kreditlar, kerak emas bitovoy narsalar, hammani pokazuh uchun yashayapti. Umuman baxt yo'q. Oldin qo'llarimizdan kelib boradi, haftalab qolib ketadi. Telefon qilishadi, "Do'stam, uyim bormi, kelasan?" Hozir yotib qolma, xabar olishga kelmayapti odamlar bir-biriga. Hamma nimadir orqasidan quvlagan, soxta baxt, qanaqadir go'nki, bir-biridan o'tiy, bir-biridan zo'r bo'liy, undan yaxshiroq yashay, qimmat kiyim oling. Nima yetmayapti? Ochib uxlamayapmiz. Kiyimimiz bor. Yetishmovchi. Nima yetmayapti? Hamma narsa bor, lekin yashashni unutib qo'yapti. Oqibat yig'ilishlar yo'q. Qarindoshlar bilan yig'ilishashni qilishlar yo'q. Qo'ni-qo'shni bilan oqibat yo'q. Salomlashmaydi, keladi kirib ketadi. To'xtaydi kirib ketadi. Yonidagi qo'shnisi kimligini bilmaydi, kim ko'chib kelganini bilmaydi. Qo'shnisi kasalligini bilmaydi. Odamlar yashashni unutib qo'yapti. مراکش نیز خون افشان